Vyetnamga shuni qidirib keldim. Orolda joylashgan Win Wonders parkiga boramiz. Janubiy Xitoy dengizidan 60 sm tepadan kanatda o'tib bordik. 6 ta tematik zonasi bor ekan. Bir kunda hamma narsani ko'rishga точно ulgurmaysizlar. Juda ham katta navbatlar bilan 800 metrlik zipline ga bilet oldim. Uzunligi taxminan 2,5 metr bo'lgan tog'larni orasidan uchadigan amerikanskiy gorkida uchdik. Men uni teleshka dedim. Buni gaz tormozini o'zingizlar boshqarasizlar. Menga shunisi yoqdi. Dunyo bo'yicha tan olingan maydoni 4200 kvadrat metrdan katta naduvnoy akvapark bor ekan. Biz uni faqat chetdan ko'rdik, chunki vaqtimiz yetmadi. Bo'tda takkoy suv parisi yoki suv to'yini ko'rsanglar ham bo'ladi. Nimani ko'ra olmadim va bundan xafaman. Zooparkka kirganimizda ham hamma hayvonlar uxlashyotdi. Shunga yoniga kira olmadik va ko'pini ko'ra olmadik ham. Lekin dunyo bo'yicha eng noodatiy hayvonlarni menimcha ko'rdik. Men xursand bo'lganim kapibarani ko'rdim. Qisqa qilib aytganda hamma joyni ko'rishga ulgurmadik. Ustimni kir qilishga ham ulgurdim. Uti-putilashotdi ham topib olishdi. Charchab och qoldik, chunki halol ovqat topish ham qiyin. Naskisi yurti bo'lsa ham Vyetnamda sayohat qildi. Bularni fontanni qaranglar. Bizani fontan babuzor baqirganingiz sari yuqoriga ketaveradi. Bu Vyetnamdagi Win Wonders parki. Kirish bileti 490. Bu parkka kim bilan kelmoqchi bo'lsanglar, o'sha odamga bu videoni yuborib qo'yinglar.